Mende pul bah izora. Sizning o'rligingiz uchun. Graf qanchalik pul talab qilsa, men berishga tayyor. Siz o'rlikka chiqqan amon ikkimiz to'y qilamiz. Uyingizdagilar-chi? Uyimdagilar nima bo'pti? Men degan dedek. İkimiz uy tutsak, sanangiz bilan apangiz meni o'zlari bilan tang ko'rarmi? Shuningdan ansirayman. Nima ishqdan ko'migidek? Sizmi ularga o'xshash odam bu. Ayting, sizni ulardan naringiz qil. Siz meni yaxshi ko'rgach shunday deyapsiz. Lekin ular unda qaramaydi. Singlim to'g'ri qaraydi Izora. U sizga xatni berganda tushungansiz. Bizning mishada ko'rishishimiz shuni yordamidan bo'ldi. Opamning bu ishimizdan hozircha xabari yo'q. Lekin u xabar topsalar, cho'qim bizning baxtimizni tilaydi. Davatqanlaringizning hammasi faqatla bir ehtimol. Bu ehtimollik emas Izora. O'tgan qo'sh kunlarda meni qichib yurmasangiz bo'ladi. Agar qalbingizni tushunmasam, o'zimni sizga munosib deb qaramayman. Sizni yaxshi ko'raman. Izora. Mening Izora. Mushlarning hammasining rostligiga ishongim kelmayapti. Ancha uzun qamati Izora. Biz haqiqiy baxtga erishimiz. To'y vaqti bekitildi. Amini bir kuni apamga deyishingiz kerakdi. Shundoq, lekin bu xeyli mushkul ish. O'zingizning fikrim shu. Sen mening o'rnimda bo'lib qolsang, qanday qilarding? U o'zingizning ishi, men nima deydim? Bu hech qancha ish emas. Men faqat poytaxtda turavermoqchi. Apang qo'riqqamroq o'g'ashqa sizlar bilan birga qo'riq tuttursin demoqchi. Albatta, fursat chiqsa berib, sizlarni yo'qlab turaman. Bu gaplarni menga demay. Berib apamga deng. Yaxshi demay. Bo'ldi, demay turay. Lekin hamini deyishingiz kerakdi. Hozir munchada uning bilan saltib so'zlashaman. U mening ko'nglimni to'g'ri tushunadi. Aslida bu hech qancha ish emas-ku. Qani. So'zlashib beq. Sana deydigan muhim ish bor-di. Izora to'g'riliqmi? Nima bilan deydigan sen? Buning Izora bilan nima aloqasi? Amsa. Nima ishdi? Biz ikkimizning ishi. Ikkimizning? Ikkimizning o'rtasidagi ish. Leoncio Malvinaga uylangandan keyin qo'riqni uningga o'tkazib beray deyman. Sening chiqandaq bo'la. Bu obdan plan bo'pti. Uning beshig'i bir uy kelgandan keyin u yanlag'aylab shirmas. Biroq qo'riqni rostla uningga o'tkazib bersak,
sen oylap bak, ular qo'riqqa berib shu yerda turishi kerak. Oningdimi obdan joyini topqili bo'ladimi? Shundaqla o'ylasang, bizning ishimiz o'ng'ayli hal o'qidik. Hal bo'g'idek. Sana demoqchi bo'lgan muhim gapim Leonsio'ning to'ydan keyin bizning nerda turishimiz haqidagi gapdi. Siz menimi qo'rqi bosgan deb o'ylab, lekin deya majribtikansizda. To'g'ri deding. Mening qo'rqi naqadar amroqligimni bilsiz-ku. Meningcha bo'lganda poytaxtdagi uyni tashlasak. Qo'rqdi ballarimiz qishimizda, nevrilarimizni cho'nqib o'ssak. Bekmi ko'ngillik bo'ladi. Mening niyetimni sen texi to'liq tushunmading. Ester. Men seni aşılar bilen yalğız balsan demekçi edim. Nim buldun? Mücazın yok mu? Yo'q. İşnim bo'lmadim. İşnimi? Albatta. Çolam tegsila qo'riqqa berib turaman. Sana ma'lum. Men poytaxt turmushiga ko'nib qolgan. Og'inlarimdan ayrilgim kelmaydi. Bu gapchi ikkimiz uy ayrıydı ekanmiz-da. Uy ayrıydı ekanmiz. Daim gapni oshirib etsan. Sen u yerda, men bu yerda turganimiz bilan men sizlarni yo'qlab turaman-da. Buni qandaqmi uy ayrish deyili bo'lsin? Qandaq deysi? Sening fikring qandaq? Qandaq qilg'ingiz kelsa, shundaq qilavering. Shundoq u graf janoblar bilan bak uzun gaplashdi. Ular nimalarni deyishdi? Balam, aniq anglayolmadim, lekin qarasam, Ester xonim hujursiga mushundaq daldanshib kirib ketyotdi. Graf nerdagi gaplarni qilib, xonimni ranjitib qo'ydimi ya? Uningga choy kirib beray. Izora, sening chiroyingmi boshqacha bo'lib ketyotdi endi, ha? Meningmi? Sen meni aldayolmaysan. Janobi Dubiyas ko'rishsam deydi. Hajatmi qilin nima ekan, kechki tomoq vaqtida nima deb kelgandi? Boshlab kir. Yaxshimisiz? Obdan xo'shnam. Xo'sh kelibsiz. Tez turibsiz, graf janoblari. Qani, o'tiring. Men muhim bir ish to'g'riliq so'zlashgili kelib edim. Bo'ladimiz. Muhim gap bo'lsa, qani davring. Graf janoblari! Graf janoblari! Graf janoblari! Ester xonim! Nima bo'ldi? Ester xonimning ahvoli bek yomon. O'zada nima bo'ldi? Men uningga choy kirgandim. Qarasam, oy anam, o yetib tutdi. Ajab Begzodining to'y vaqtini bilgin kelib qapti. Qiziqchi. Onun Malvina xinim bilan qachon to'y qilib, bu yerga qachon keldiganligini bilay degan. Graf janoblari sizga xat yozibdi-da. Ha, xat keldi. Shu. Siz degan katta odam tursiz. Xatni qachon oldingiz? Tunugin. Xatni nima debdi? Xavrim yo'q, doktor. Xavrim yo'q. Kesilibek eg'irdaq qiladi. O yerli yetib qolgan karvatga ap qo'ydik, yana gap qilmay o'tdi. Qani, kirib ko'rib boqaylik. Marhamat.
doktor teğ çıkmadı. Mehmanxanda o'tağan hilqi yigit kim o? Dobiyas. Ha? Onu tanım sen? Şunda qaraq. Men onun bir işini dep qoymoqchi etdim. Hey balam, onunla neyme mi dersen? O bu işlerini kömügendek. Ben sözleşip kiray. Keç qalsam mayli saqlab baqay deyman. Xiyalыңızda ular mushundaq ahvolda turgandimi? Yani ikkimizning ishini grafqi demoqchimi? Yaqay Izora, men undaq qilmoqchi emas. Siz buningdan xotirjam bo'ling. Bir tanglikda turganda o'zimni oyashni bilaman. Men birdam saqlab Ester xonimning ahvolini o'qib ketayimkin dedim. Tushundim. Doktor teq chiqmadi. Kirib ketgili xeyli uzun bo'ldi. Meningcha saqlamag'ingiz tuzuk. Graf janoblarga o'zringizni yetkazib qo'yay. Leonsiyo Bagzadning keldigan vaqti bo'lib qoldi. U sizni bu yerda ko'rgani xafa bo'lib qoldi. Bu deganingiz rost. Hozir Leonsiyo bilan ko'rishadigan payt emas. Tezroq ketavering. Apamning kesili xeyli eg'ir. O'zimni ko'rdim. Karvatda yotgan holatim bak sulg'un, bak zaif. Shu topda apam bizga bak muhtoj. Meningcha u sizga texmi muhtoj. Sening nazarangda apang mendan ranjib qolganmidi? Yaqay. Yaq. O'tgan ishqa salavat deyli. Og'rinish topdani Esterning kesilini saqaytanmaydi. Uning yuragi bak ojizlashib ketibdi. Abrants doktor uning kesilining qachon saqaydiganligini demadimi? Demidi. O'zim bir narsa yemiz kerak. Amisa to'yni keynik suramdiq ya. Doktor hojati yo'q deydi. Buni kim biladi? Mundaqda. 3 kun ishida muhimi uni karavotini tushirmay orom oldirish kerak. Uningga ta'sir qilg'idek kichikkin ish yuz bermasin. Men g'ojdarimning ko'zidan neri bo'lolmay, sizlarning qo'rqinglarga borolmadim. Bo'pti, hech qisi yo'q. Meni deb bir baloga yo'liqma qolma. Agar qo'limni keslar qanday ishingizga men tayyor. Bir xabar oldingmi, Andres? Fransisko Grafdan xat kelibdi. U xatda to'yning gifi bor ekan. O xat qachon kelibdi? Uni aniq uqolmadim. Bu xabarni bir dedek uqib bergan. Xatda nima debdi? Xatda to'yning 21 mayda bo'ladi debdi. 21 mayda. Bir oymi qolmabdi. Shundaq ular to'yni poytaxtda qiladi ekan. Qo'riq kelamdikan? Xatdagi gap mushaqqa o'xshaydi. Leonsiyo Bagzada to'yni tuyitib bo'lib, qo'riqda o'titqidek. Xatda Ester xonimning qo'riq kelish to'g'riliq gap bormi-kan? Bundaq gap yo'q o'xshaydi. Ish qilib men anglamadim. Men sizning oldingizda baxijil megilapat. Rahmat sana Andres. Haqiqiy og'indarchilikni yetkizding. Xananam hergiz ranjiydigan gap anglab qolmasin. U kesal vaqtidami? Xo'sh, olay Dobiyas. Meni rost yaxshi ko'rsangiz, talabimni hergiz yad qo'ymang. Kampusga qaytib ketdim. Malvina xonim bilan Leonsiyo Bagzadning to'yidan keyin Xananam ikkimizni qo'riqqa berib qilishimiz mumkin. Bormay qolsangizchi? Sizga xat yozaman. Ester xonim o'ngshalgandan keyin poytaxtga kelib graf janoblar bilan so'zlashsangiz bo'ladi emasmi? Meni ayrılışqa qistawatamsiz. Bu vaqtliq. Men o'zimni sizdan vaqtliq ayrılışqa majbur qilyapman. Menda unchalik jasorat bo'lmasa kerak. Xo'sh, olay, faqat ozli vaqt ayrilamiz.
Azlı vaqtmi? Azlı vaqt. Xanım üçün hər nimədən keçsəkmi ərziydi. Qrafdan meni setib berishini so'rasangiz, o qo'shilib qalsa, hatto to'y qilishimizga qo'shilib qalsa, bu xonanam uchun bir zarba bo'lishi mumkin. Ko'ngilning kayni kirib ketsak bo'lmas. Undaqda bizmi baxtimizni topolmaymiz. Bir oylik. Ma'qul deb qo'rqingizga ketdim. Turib turayli. Xonanam aramida saqayib olsin. Ish bo'lmaganda ular to'y ishini tugatib olsin. Nima degan rahimsiz talab bu? Men o'zimga rahimsizlik qilyapman. Sizni suyuman. Siz bilan tanishdim burun muhabbatning nimaligini bilmaydim. Men ketkilyapman Malvina. Oldin ola baxtingizni tilay. Sizlarni farishta eng baxtli jup sifatida chirkovda ko'rdim. Afsuski, men shu minutni o'z ko'zim bilan ko'rolmaydigan bo'ldim. Bir necha kun keyinroq kelsanglar bo'lmamdi. Qaytib ishlarimni tutmasam bo'lmaydi. Istigidek ish bo'ldi bu. Lekin to'ydan keyin Malvina kampusga kirib, men qo'shni bo'lib qolgan bo'ldi. Malvinaning sizdek yaxshi birodarimizga qo'shni bo'ladiganligiga men bakmi xo'shal. Janobi maslahatchi, mo'rt kelib qolsa, enerk ishkinglar bizni uyga berib, bir necha kun turib ketsanglar bo'ladi. Xanana, sizga quvvat kerak, yana azroq yang. Faqat ishtayim yo'q. Sizga shifolik berdi. Tezli yaxshi bo'lib ketasiz. Shundaqdimi yeb ichib turmasangiz bo'lmaydi. Elimi sen obdan xabar ağaçqa maşinchilik bo'lib qoldim Izora. Sana jafos etib qo'ydim. Sen bo'lmasang, holim nim bo'ladi. Qani, meni yevitim. To'y kun tetikroq turmasangiz bo'lmaydi, xonani. Mana, bir umdan yeb oldingiz emasmi? To'yga chiqsaq tura olamanmi? Albatta. To'lqonim yasma. Men sizni oldimayman-ku. To'yga ayt 3 haftalar qoldi. Mana siz jiq yaxshi bo'lib ketdingiz-ku. Bugun kuniga nima? Juma, shundaq-ku. Kunga necha? Necha kun? 21. Bugun Malvinaning marka kuni. Voy xudoyim, unutib ketibdi mana. Poytaxtda bo'lgan bo'lsa, qanday yaxshi bo'ladi. To'y qaltis qizib ketgandi. U eng yaqinlarimizni chaqiraman deyotgan. Shundaqdimi, nurg'unlagan do'stlarimiz bilan ko'rishib olatdik. Bu yerdagida xerib sinibmi? O'ltamay to'xta. Dada, haq sizni ko'rib to'y qildigan kishi mush o'xshaydi deb qoldi-jimi? Sen mendan ko'p bozorga bola. Har qanday bir qiz o'zini bu kunda eng baxtli hisoblaydi. Bu qizlarning hayotida eng muhim bir kun. Qaltis chiroyli bo'lib ketibsan. Mehmonlar kirkovga kelib bo'lganmidi? Yaqay dada, texi baldur. U yerga balduroq berib baqay. Tayyorlik bitdimikin? To'yning dasturxoni tayyor bo'lganmidi? Hamma ish tapmi taq joyida. Men to'ydan keyin o'g'lim va kelinim bilan birga qo'rq ketay deyman. Ester. Gaping rostmi? Bu gapni sizga degicha ko'p o'ylandim. Kelgan qarorim shu. Izora bilan maslahatlashdim. Onun bilib ketay deyman, siz qo'shilamsiz. Albatta. O seni obdan kütəyləydi. Sana Izora kerak. Men endi mangu qo'rqib qolaman. Siz o'z arzuyingiz bo'yicha mashhad qilavering. Agar xohlasangiz, andın cho'lingiz tegib qolsa, yo'qlab borasiz. Bizni ayt xush bo'lamiz. Gapni aniq qilib o'tayli. Bu gap o'zingning og'zidan chiqdi-jimi? Albatta shundoq. O'zimning og'zidan chiqdi. Ular to'ydan keyin uyni kompostga qo'riqdan tutdi ekan. Malvinani ayt xo'shal. O yizayatini bak yaxshi ko'rdi. Sizlarga baxt tilayman. Rahmat. Malvina bilan to'y qilalig'im uchun
o'zimni intayin baxtli his qilmoqdaman. Biz ular bilan obdan kelishib oldik. Ayolim qo'riqda kelin bolalarimiz bilan turdi. Men oxirgi umrimni Rio de Janeiro'da o'tkazmoqchi. Jiq ishlabdiman. Oilamiz uchun oz kuch chiqarmadim. Leonsionimi o'lib oldik. Endi o'zimning g'amini qilay deyman. Shundoq. Bir ot uchun bugungi kun intayin muhim bir kun. Leonsiodek mundaq yaxshi yigitlar yuzning ichidan biri tepiladi. Qizimiz Malvina haqiqatan baxtini topdi. Buni ishonchim komil. Mening bir umidim bor, Malvina. Sizdek Aliyjanob qalb egisining umidi cho'qim ish qashidi. Agar ikkimizning o'ylig'ini bir bo'lsa, siz xotirjam bo'ling. Bundan keyin hayotlikdagi nishonim Leonsioni baxtli qilish. Buningga ishonchim komil, farishta. Mening umidim shuning aksi. Chunki men sizga bek kuyinman, Malvina. Leonsio, sizni baxtli qilasizlar. Men rozidim. Bu xat sizga ketdi, Tobias begim. Rahmat sana. Aka, xo'sh xabarmikan? Bundan o'ta xush xabar bo'lmas. Ester xonim saqiydi. Izora onun bilan birga qo'riq kelitgan. Men seni yot etib turma, qizim. Vaqt chiqsalar berib yo'qlab turing. Qo'riqda sizga bir uy tayyorlab qo'yamiz. Lekin boray debla boramayman-da. Dada, bu o'zingizga ayon. Boraychi desangizlar bora olaysiz. Nim bo'ldi? Nim demoqchisiz? Chiroyimni turib elib, bir eg'iz gap qilg'im kelmaydi. Sizga shundoq tuyulayotgan o'xshaydi. O'g'lim bilan birga ketganimga men bek xush. O'g'o, shundoq. Men shundoq o'ylayman. Nimadan o'ylayapsan, Malvina? Rost bilgin kelyaptimdi. Shuni so'rayapman men. Sel qo'rqyapman. Qo'riqqa berib g'irib sinib qolamanmikin deyman. To'ying bo'ldi, xo'sh bo'lmamsan? Mening xo'shligim sana ma'lum. Men buni demedim, mening demoqchi bo'lganim. Men butunlay boshqacha bir turmush qadam qo'ydim. Qo'riq keldigan mehmonmu tayinliq. Leonsiyomu doim yenimda bo'lmas, mushlarni o'ylab g'irib sinib qolyapman. Yana qapchi yuraksanga nima ketdi deyman? Men bilmadim efendim. Men unaqa uy yig'ishtirgan degan. O'ylan yig'ishtirmabdimi? Men yana unaqa o'tin yerib qo'ygan degan. Andres yermabdimi? Men topshirgan ishning hammasini qilibdi. Emis nima ish bo'yicha ochiqlaysiz? U o'yli bo'lish kerak. Otxonig'imi bir senga qarish lozim. U o'zi xohlagancha kasb bo'lmaydi. Men Andresni cho'qim topaman. Men qo'llarimning nima ekanligini bilib turishim kerak. Andres o'z bilgan chiqib ketmaydi. Chidaq ketmagan bo'lsa yaxshi. Men buyruqimni buzishga yo'l qo'ya olmayman. Boshqa pozvam o'jlar. Yo'q, kasam bo'ladi. Uni kim ko'rsa, menga darrov ma'lum qilsin. Bo'ladi efendim. Janob Leonsiyodan xat ketdi. Ular atkagidek. Ester xonimim birlikda ekan. Menga cho'ng yordam qilding, Andres. Sana ko'pdan ko'p rahmat. Arzimaydi. Fransisko meni bu yoqqa ketganimni ko'rmadi. Ishlarimni qilib tugatgan. O odam emasmi ekan? Seni chiqib ketganini bilib qolsa, o senga yana kunvamaydi. Topdinglarmi? Yo'qdi. Bo'linib qo'riqning hamma yerini oqtiringlar.
5 minut içinde tepişmesen köygülüğünü körüşsen. Bu yerde oynayacağın iş yok. Daxli qildimmi Begzade? Yo'q, Migel. Ishing bormidi? Men bir iltimos bilan kirdim. Qani, qo'limdan kelsila. Tushdan keyin yerimga ruxsat bera olasizmi? Yenimizdagi qo'riqqa do'stlarim kelmoqchi ekan. Ko'rishib kelay dedim. Albatta bo'ladi. Kishilaringni o'zing o'rlashtirib qo'yasan. Rahmat. Xotirjam bo'ling Begzade. Tushni ol o'rlashtirib bo'lib, tushdan keyin Santa Cruz qilmagan. Sening davatqaning Graf Almedaning qo'rqimi? Begzade. Keladiganlar kimkan? Grafning oilasidagilar poytaxtdan keladi. Xabarim bor. Buni sen kim dedi? Bir tanishim dedi. Janob Leonsiyo G'ojdarga yozgan xatida qaytib kelamiz debdi ekan. Sening ko'rishadigan do'sting kim u? O'shalarning oshpazi. İsmi Yano Arya. Mening konu do'stim. Baqil Migel. Berivegin. Men mangay. Nega varding? Iti! Dedim o. Şu yaqin atrofda yurgandim. Meni izlaganligingizni zoti bilmabdim, Fransisko efendi. Seni izdigini ne vaqt? Qo'riqni o'zing turmas soyangmi yo'q? Sen rost gapni qilamsan yo'q? Mush yaqin atrofdadim. Qayerda? Mush yaqin atrofda. Hajat talab ketibsan yolg'onchi zangi. Havobek issiq tursa. Sen meni ko'ldirlatmoqchimi? Men bay dedim-ku. Siz buyurgan işlerin hammini qilib ketdim. Men hech qanday xato ish qilmadim. Menga javob qaytaryapsiz, ha? Siz sordingiz, men javob berishim kerak-ku. Mao zengini çemberças bağlanlar. Әтігі шындақ тұрсын. Еш қайсың оныңғы болка әтті сумы берішме. О әтіден баштап етізлік çıkıp işінің әң иғын ішлейді. Қане бұл қәттен пәйғамбар алдымға келіп ялырсы mı? Onu өй işlere herkes yolatmayman. Qani do'stlar, yana bir qadahdan ko'taraylik, ha? Qani, ha? Yana bir ko'taraylik. Ünümü çıqama. Yeni qaramlıq qıpsan da biraz körüp qaz senim qamaq qoydu. Menden ham qımsam mı buldu? 3 aylık tatışıp ketkendi. Onu sana tamak ekeldi. Azırak göğüşüm var deği. Meni boştu versançı. Nime? Qo'sh olay meni boştu betkin. Baş pişmiş edi. Joyimni tushirib qo'ygan. Sen ich yutibda o'rnini qo'yib qo'ysan, u sezmay qoladi. Biya hakikaten güzel, havalıkken. Teşhim ol Yonsu Beyzade. Körüşkünümge hoş almen. Teşhim Esir Hanım. Teşhim. Malina Hanım. Teşhemen qaytib kepsiler. Ma'qul, emis men ketay. İzora, Santa'nı apırıp öğlen göstip koy. Şuraya Santa. Malvina, bu mening ahirgi buyrug'im bo'lib qolsin. Bugundan e'tiboran siz bu yerdagi uyimizning xo'jayini. Hammani o'zingiz o'rinlashtirsiz. Ester Hanım, bunun haceti yok. Apam to'g'ri dedi Malvina. Bu uyni endi siz tutasiz. Bugundan e'tiboran men sizlarning mehmonim. Qo'riqning hamma yerini olib qo'ymay oqtirib chiqish. O tepilgicha bu ishni Leonsiyo Begzodiga aytmay turay. Uning bosh og'rig'i bo'lmasin. Bu o'lgur zangi qulni darrov tepkilish. Tasimi kalvan nima kelsa. Osh qushi tashlab qo'ygan nemisi? Qo'libni ichib bergan kishini cho'qim topmay qo'ymayman. Andres,
Ne bo'lding? Nima ish yuz berdi? Men qo'riqdan qochib chiqdim. Qochib chiqdim. Shundaq boshqa chiqish yo'lim qolmadi. Lekin toshqan qo'lning qanday oqibat qoldiganligini bilamsan. U yerda turg'ichligim qolmadi. Menga yordam bera olasizmikin deb sizning yiningizga izlab kelishimdi. Üstelni rastlab qo'ydim. Malvina xonim, xonanam, Leonsiyo Begzode, nayt yaxshi santa. Qamlashtiribsan. Üstelni rastlab qo'ydik deb, yana ariyaq aytib qo'ymayman. Ma'qul aytib qo'ygin. Yana yarim soatdan keyin tomoqni kirsin. Men achay. Tobias. É difícil como que vida de negro é difícil como que eu quero morrer de noite na tocaia me matar, eu quero morrer de açoite se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil como que vida de negro é difícil como